Mashinalar berildi, So'x tumanida bo'layotgan. Bitta savollarimiz bor edi, savollarga javob izlash kerak bo'ladi. Bitta muammoli savol bor va bu bo'yicha savol. Muammoli savollar nima? 2020-yilda o'tkazilgan quvurlar hali ham ishga tushirilmagan bo'lganlar. Qaysi mahallalar? Temursab bor, Guliston bor. Mana 20-yilda topilgan mahallalarda O'tkazilgan quvurlar bor ishga quvur bor, ishga tushmayapti. Farhod? Farhod aka, 20-21-da yarmigacha 20-yillardagi tubalar deyapman. Xuddi shunaqa bizni Hushyordan joyimiz bo'lgan tepada. Temursab, Guliston. Endi o'sha yoqda borku. yo'q, mayli, shuni nimaga tiklanmayapti? Farhod, nima muammosi nimada u? Hatta bular boshqalardan borku, turba berishgan. O'sha vaqtda turba berishgan, turbani borku, borib ko'rdim. 30 santimetr ham bordi, 40 santimetr ham bordi. Bu yarim metr. Shu ko'lab men o'zim basovat qilaman deb o'yladim mana. Qiymatda kalar yozilgan, to'g'ri kalar yozilgan. Yo'q, 20-yilda u 2020-yilda u 20-yilda Madagan. Yo'q, Madaganni o'zi kuchidan qilgan 20 bular 20. Temursabga tortib Madaga boshlagan ish Temursab mahallasi 2020-yilning oxirida edi. 21-da boshida. 21 yiliga adashmagan bo'lsam, hatto ikkita liniya bo'lgan. Hozir nargisi, hozir ham bular sizlar ishlayapti. Endi tarmoq oldi. O'sha tepada tortilgan tarmoq. Endi sinov. Hozir to'g'ri. Yo'q, endi hozir ha? O'zim aytib beraman. Mayli. Gazli narsa. Mana masalan Temursab deyapti, bir qismi suv ichmayapti. Unga hozir suv nasib. Keyin nima Qaqirda bor, bashdan hozir uladik. Ulayapmiz, suvni beramiz. Sebzorda birinchi loyiha bo'yicha 100% suv ichyapti, ikkinchi loyiha bo'yicha nima suvni beramiz. Bir oy bilan hammasi chiqib ketamiz. Qaqirda nima bo'lyapti dedingiz? Qaqirda hududni tozalashdi, tosh tushgan edi. Hududni tozalab o'sha suvni berishdi. Hozir mana suv ichyapti. Suvni ochishdi. Bashtani ochib qo'ydik. Bashtani ochib qo'ydik. Ulangan, faqat transformator qoldi, ulasa ketaveradi. Bu hozir nasoslar chiqyaptimi? Hozir Temursab mahallasi, Qaqir, Hushyor. Ha, bo'ldi, hammasi bitta. Temursab mahalla fuqarolar yig'inida 2021 boshida Ha, tepadan tortilgan to'liq, lekin hozir o'sha suvni beriladi, lekin ulaymiz suv chiqadi. Ularga suv Chashma vodozaborddan keladi. Bitta vodozabordan hammasiga. Chashma, Zangat, Guliston, Temursabga tushadi. O'sha yerdan hozir suvni Zangatga berib bo'ldik. Hozir bu sular yo'q. chuqur to'rtinda. Ha? Yo'q. Bunday. Endi bu kishi ichsa bir kunga o'zi ichsa 5 litr suv ichadi. Choy poyi bilan, ovqat bilan-da. Lekin orqasida qancha odamlar turibdi. Biz bir marta bir masalani qayta lenta qilib aylantirib faqat vadavozlikka o'tmaslik kerak-da. Realniy holatga ishlaylik, Murodjon. Bu yerga hozir ikkita bu texnika bo'ldi, to'g'rimi? To'g'ri. Yangi rachok ishlayaptimi? Traktor bormi? Da, yangi ishlayapti. Qayka qiladigan Bor. Bormi? Bor, ha. Elektrosvarishni apparat bormi? Bor. Qani nima? Farhod. Agar mana quruvchi oldimizda turibdi. Shuncha vaqtda nima qilingan? Biz nima deb va'da qilsak, ishimiz oxiriga yetgan bo'ladi. Mayli, sizga bog'liq emas qismi. Siz bog'liq qismini qiling. Bog'liq emas qismiga nima kerak bo'ladi? Sen sarf hisobini qil, hisob-kitobni ko'raylik, nima? Unda agar nima bo'ladigan bo'lsa, biz mana Murodga moliyaviy yordamini, materialni qilaylik-da, yopaylik o'rtoqlar, So'xdagi masalani. Maylimi? Qayta qaytmaylik bitta temaga. To'g'ri. Qur bir-birimizga chapak chalib maqtab yuravergan bilan ish bo'lmaydi. Bir odamlarga bir holatni qilib beraylik. Bo'ldi, undan keyin odamlardan sho'chigingizni so'rada qo'yib, mana og'aynilar, bu suv pullik, bu faqat ichishga, agorod sug'orishga bu yaramaydi. Buni qilmaylik, isrof bo'ladi buni agorod sug'orish degan narsani keyin mana hokimiyatga aytamiz. Og'aynilar mana shu tomoniga yordam beringlar deymiz. Bular yordam beradi. Hozir lekin kaptok bizning maydonda. Biz qilmay turibmiz. Bizda hozir xatomiz, bizda aybimiz. Tan olish kerak-da. Siz Murodjon nima qilmang? Siz o'zingiz hozir Qaqirdagi rezervuar ishga tushdimi? Nimaga transformator bir haftadan beri kelmaydi? Transformator Qayerda? Shu o'zi yonida turibdi, Visokini o'chirib berishga dedi. Visokini men o'zim iltimos qildim. Hozir nima? Ya'ni To'p tuzib ulangan. Elektroset ulangan? Hozir aytishga qilyapmiz. Nima uchun aytish? Hozir aytishga qilib bo'ldik dedilar. Hozir Hozir umumiy chuqurlik qancha? 99 metr.
Yaxshi. Nasos necha metrda? Nasosda 7 metr. Suv pastida. Bu pasta, devet pasta. Etlar devet yo'qda, manba yo'q. Nasos nechida? Nasos hozir 6 Hozir 6 qo'ygan. Sababi mana mutaxassislar bilan maslahatlashdik. Tushundim, savol yo'q. Agar debit kam bo'lsa, kichikroq nasos qo'yamiz. Bu keyin 24 soat ishlaydi. 16 soat ishlamaydi, 24 soat ishlaydi. Ko'proq ishlaydi, ko'proq elektr energiya xarajat bo'ladi. Rasxodimiz ko'payadi. Shuning uchun hozir ketma-ketlikda siz aytgan mahallaning nomi nima edi? Temursat, Guliston, shu qator ishlaydi. Hammasi bir joyda deyapsizlar. Bu boshqa tomonda. Ikkitasi bularda, ikkitasi shikoyat ko'p joylar. Murojaatlar ko'p joylar. Sharaf qilgan ish. Chala qolgan ishga reviziya qilish kerak. Bir chekkasidan o'tib chiqib, bular yangi tomoni yangi, u bizning zimmamizda. Agar Murod uni endi u qildi, bu qildi deb boshqani qidirmaymiz. Biz endi marhamat qilib, bizga kaptok qoldimi, biz qilishimiz kerak uni. Mana telefonlashib turamiz. Men bugun 24 mi bugun? 24. 24 bo'lsa, birinchi chistodan boshlab bu birinchi chistogagacha qilingan ishni axborotini beradi menga. Birinchi chistodan boshlab qurilish bo'yicha o'rinbosarim sizga kelib uchrashib, siz bilan telefonlashib, o'zimiz ham telefonlashib turamiz. Bir qadam siljimaydiki, shu ishlarni oxiriga yetmaguncha. Rahmat. Bo'lmaydi. Shuncha e'tibor. Oxiriga yetishimiz kerak buni. Jahongir, ismingiz? Jahongir.